eshitdingmi, doktor og'rib qolibdi desa, undan ham betar bor, domla o'lib qolibdi deydi-yu. Doktor og'rimarmish, domla o'lmarmish. Bu dunyoda doktor ham og'rib qoladi, domlasi ham o'lib qoladi. Kasallik yoki muammo kelayotgan bo'lsa, uni ham to'g'ri tushunaylik. Bize eski oqsoqollarimizda so'zi bor, Alloh suygan bandasiga dard beradi deydi. Alloh taolo suygan bandasiga dard beradi deydi. Demak, kasallikni shunday tushunaylik, birodarlar. Kasallikni Alloh taolo tarafdan rahmat deb tushunaylik. Yani Ayyub alayhissalom 18 yil og'ridi. 18 yil og'risa ham Alloh taologa shukr keltirdi. Tirik ekansiz, og'riysiz, hijolat bo'lmang. Har birimiz og'riymiz. Bu kasallikni ham Alloh taolo osmondan bo'lgan. Kimgadir sahir tegadi, kimidir beli og'riydi, kimidir ko'zi og'riydi va yana ming bizga bilgan, bilmagan, yetib kelgan, yetmagan kasalliklarimiz bor. Mana oxirgisi hamma narsani ko'zga ko'rinmaydi, quloqqa eshitilmaydi, umrani ham, hajni ham ko'p narsalarni to'xtab qolishiga sababchi bo'layotgan narsa. Demak, qoida shuki, biz dunyodamiz hali. Bu dunyo kamchilikka to'la. Ota bobomiz dunyoda bir kam dunyo derdi. Bir kam emas, ming kam dunyo. Million kam dunyo. Uni to'ldira olmaysiz. Kamchilik to'la. Xohlang eng kuchli doktor bilan gaplashing. Bir yer og'riyotgan bo'ladi-da. Qayerdir og'riyotgan bo'ladi. Hech kimga aytmasa ham bir hafta 10 kun do'st bo'lib yashasangiz aytadi baribir. Garantiya og'riyotgan bo'ladi. Men aytayim shu gapni. Haligi aytadi-yu, eshitdingmi, doktor og'rib qolibdi desa, undan ham betar bor, domla o'lib qolibdi deydi-yu. Doktor og'rimarmish, domla o'lmarmish. Bu dunyoda doktor ham og'rib qoladi, domlasi ham o'lib qoladi. Ya'ni hayot shunaqa, birodarlar. Shuning uchun tushunishimiz kerak bo'lgan narsalarni biri, kasallik keladi, kasallik kelgandan keyin kelishdan oldin oldini olaylik, kelgandan keyin davolanaylik, lekin shikoyat qilmaylik. Gap shu yerda.